Sizni ham yelka og'riqlari bezovta qilyaptimi? Bu og'riqlar hattoki yelka harakatini butunlay chegaralab qo'yishi mumkin. Lekin bu og'riqlarning asl sababi yelka sohasida emas, butunlay boshqa joylarda bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi videoda yelka og'rig'ining 7 ta eng asosiy sabablarini, ularni qanday farqlash mumkinligi va eng muhimi bulardan qanday qutulish mumkinligi to'g'risida gaplashamiz. Men bilan tibbiy bilimlaringizni oshirmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling, like, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Demak, boshladik. Yelka bo'g'imi inson tanasidagi eng harakatchan bo'g'im hisoblanadi va bu bo'g'im hosil bo'lishida kurak suyagi, yelka suyagi va umrov suyaklari ishtirok etadi. Bu suyaklarning atrofini esa yelka harakatini ta'minlab beruvchi rotator manjet mushaklari o'rab turadi. Bu mushaklarga kurak o'tkir qirrasining ustidagi muskul, ostidagi muskul, yumaloq muskullar va kurak osti muskuli kiradi. Yuqorida sanab o'tgan suyaklarimiz va muskullar bu bo'g'imni bir butun sistema sifatida harakatlantiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har 4 ta katta yoshli odamdan bittasi umri davomida ma'lum davrni yelka og'riqlari bilan o'tkazadi. Bu ko'rsatkich esa sportchilarda 45-60% ni tashkil qiladi. Yelka og'rig'ining asosiy 7 ta sababining birinchisi va eng ko'p uchraydigani bu impingement sindromi hisoblanadi. Impingement sindromida suyak va muskul o'rtasida bo'ladigan bo'shliq oraliq kichik bo'ladi va muskul, ya'ni kurak suyagi o'tkir o'sig'i ustidagi muskul o'sha joyda qisilib qoladi va yelka harakati chegaralanadi. Bu qo'lni 70-120 gradusgacha ko'targandan keyin og'riq kuchayib ketadi va qo'lni tepaga ko'tara olmay qoladi. Ikkinchi sababi rotator manjet mushaklarining jarohatlanishi. Bu ko'proq sportchilarda va og'ir yuk ko'tarib ishlaydiganlarda bu mushaklar ko'plab jarohatlanadi va qo'lni harakatlantirganda, yuqoriga ko'targanda og'riq his qiladi. Uchinchi asosiy sababi va biz e'tibor bermaydigan sababimiz bu bo'yindagi osteoxondroz, protruziya, grija sababdan yelkaga og'riq berishi. Ko'pchilik bemorlarda yelkadagi og'riq ichkarida suyaklarda og'riq bo'lishi butun qo'l, tirsakkacha tarqalishi bilan birga kechadi. Bunda albatta muammo bo'yinda bo'ladi. Bo'ynimizni buni test qilishimiz yelkani harakatlantirmagan holatda bo'ynimizni ikkita tarafga bukib ko'ramiz va keyin bo'yinni chap tarafga bukib qo'limizni harakatlantirib ko'ramiz. Keyin o'ng tarafga bukib qo'limizni harakatlantiramiz. Keyin oldinga, keyin orqaga bukkan holatda qo'limizni harakatlantirib ko'ramiz. Qaysidir holatda yelkadagi og'riq nisbatan kamayadigan bo'lsa, demak muammo bo'yinda. Agar sizda ham shu holatlar kuzatiladigan bo'lsa, kanalimda oldingi videolarda bo'yin osteoxondrozi uchun kompleks mashq tayyorlaganman. Bu bo'yindagi osteoxondroz, protruziya va kichik o'lchamdagi grijalarni davolashda katta natija beradi. To'rtinchi sabab yelka bo'g'imi artriti va artrozi, ya'ni yelka bo'g'imi suyaklaridagi yemirilish va yallig'lanish jarayonlari. 40 yoshdan oshgan bemorlarda juda ko'plab uchraydi va bunda yelka bo'g'imi harakatlanganda qirsillagan ovoz eshitiladi, yelka harakati chegaralangan bo'ladi va og'riq kuchli bo'ladi. 5-sababi reflektor yoki ichki organlarga bog'liq og'riqlar. Biz yelkadagi og'riq uchun faqat yelkaning o'zini emas, ichki organlarni ham tekshirib ko'rishimiz kerak. Misol uchun, o'ng tarafda o't pufagimizda dimlanish bo'ladigan bo'lsa, o'ng yelka va kuraklar o'rtasiga og'riq berishi mumkin. Chap tarafda yurak sohasidagi kasalliklar esa chap yelkaga og'riq berishi mumkin va boshqa organlarda ham yelka sohasiga og'riq beruvchi kasalliklar uchrab turadi. 6-sababimiz esa mushaklar spazm va postural buzilishlar hisoblanadi. Hozirgi kunda biz doimiy o'tirib ishlashimiz, smartfonlar, notebookda ishlashimiz, kitob o'qishimiz natijasida bo'yindagi muskullar, orqa tarafidagi muskullar qisqargan holatda bo'ladi va doimiy nagruzkada ishlaydi. Ayniqsa trapetsiyasimon muskul va kurakni ko'taruvchi muskullar doimiy qisqargan holatda bo'lib, yelka og'riqlariga 60% holatda sabab bo'ladi. Bu holatlarda yengil fiskultura, ya'ni badan tarbiyalar, to'g'ri nafas olish juda yaxshi natija beradi.
Ko'pchilik uchun ishonarsiz tuyulishi mumkin, lekin psixoemotsional sabablar ham yelka og'rig'iga sabab bo'ladi. Bunga barcha vazifani o'zim qilishim kerak, barcha mas'uliyat mening yelkamda deb yashaydigan odamlarda yelka og'rig'i ko'p uchraydi. Yuqorida yelka og'rig'iga asosiy sabablarni va ularni bir-biridan qanday farqlash mumkinligi to'g'risida gaplashdik. Endi esa bu og'riqlardan qanday qutulish mumkinligi, davo choralari haqida gaplashamiz. Birinchi va asosiy tamoyil og'riqni emas, avvalambor bu og'riqqa sabab bo'layotgan kasallikni topib olishimiz kerak. Ikkinchisi, maxsus kinezologik testlar orqali qaysi mushakda yoki suyakda muammo borligi, nerv qisilishi yoki ichki organlarga bog'liqligini aniqlab olish. Uchinchisi, yelka sohasida qon aylanishi va limfa oqimini faollashtirish. Klinik tadqiqotlarga ko'ra, yelka og'rig'ida 80-85% holatlarda operatsiyalarsiz tiklasa bo'ladi. Demak, yelka og'rig'i bu bitta sohadagi muammo emas, bu butun bir organizmning nomutanosib ishlashi natijasida kelib chiqadigan holat hisoblanadi. Agar sizda ham yelkada og'riq, harakatda chegaralanish, harakatlantirganda qirsillash yoki og'riqning hisobiga tunda uxlolmaslik bezovta qiladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Shu kabi sog'lig'ingiz uchun foydali bo'lgan videolarni ko'proq ko'rishni xohlasangiz, kanalimga obuna bo'ling va men sizlarga tibbiy bilimlarni berishda davom etaman. Mening kanalim turli xil kasalliklarni operatsiyalarsiz, dori-darmonlarsiz davolash usullari haqida ma'lumot beruvchi kanal bo'lganligi uchun ko'pchilik obunachilarimni yosh kattalar tashkil qiladi va ulardan keladigan eng ko'p shikoyat kanalga bir marta videomni ko'rgandan keyin o'sha videoni topa olmasligi, kanalimdagi boshqa videolarni qidirib topa olmayotganligi hisoblanadi. Hozir men sizlarga kanalga qanday obuna bo'lish va boshqa kasalliklar haqida ma'lumot olish to'g'risida tushuntirib beraman. Video ko'rayotgan vaqtingizda o'ng tarafda podpisatsiya tugmasi chiqadi va o'sha tugmani bosib qo'ysangiz, siz kanalga a'zo bo'lasiz. Keyin Sherzod kineziolog vrach degan joyga bossangiz, siz kanalga kirasiz va kanalda turli kasalliklar haqida qo'yilgan videolar, uy sharoitida ularni davolash, mashqlar haqidagi videolardan xabardor bo'lishingiz mumkin. Boshqa vaqtda mening kanalimga kirish uchun podpiska tugmasini bosasiz va tepada meni kanalimni emblemasi chiqadi. O'sha joyni bosib kanalga kirishingiz mumkin va kanaldan xohlagan o'zingizni qiziqtirgan videoni tanlab tomosha qilishingiz mumkin. Keyingi varianti YouTube platformasiga kirasiz va o'ng tarafdagi poisk tugmasini bosib, Sherzod kineziolog deb yozasiz va Sherzod kineziolog chiqadi. O'sha joyni bosib kirasiz. Bosganingizdan keyin kanalga kirasiz. Kanalga kirgandan keyin xohlagan videongizni qidirib topishingiz mumkin. Keyin pereyte na kanal degan yozuv chiqadi. O'shaning ustiga bosganingizdan keyin kanalga kirasiz.